Ikrom aka, bugun hayit munosabati bilan bir yangilik qilmaymizmi? Ukam, yangilikni jinnisini qilamiz. Mashinalarimizni boshlang'ichini suv tekin qilib qo'yamiz. Qani bir ko'ramizmi? Ketdik. Ukam, bunaqasi hali bo'lmagan. Mana shu Nexia'ni boshlang'ich atiga $900 bilan chiqarib beraman. $900, 3 yilga yana. 3 yilga. Mana bunisini $1300 bilan xohlasa 3 yilga, xohlasa 4 yilga, xohlasa 5 yilga chiqarib beraman. Mana bunisini ham 1300 dan chiqarib beraman, xohlasa 3 yilga, xohlasa 4 yilga, xohlasa 5 yilga chiqarib beraman. 20-yilda ishlab chiqarilgan, 20-yilda ishlab chiqarilgan, 18-yilda ishlab chiqarilgan, 19-yilda ishlab chiqarilgan. Damaslarimizni bor yo'q $1300 bilan chiqarib beraman. Oylik to'lov esa 2,5 million so'mdan. Kelaveradi, qilib beraveramiz. Aka, jentralarimiz ham bormi? Jentralarimiz turi bilan bor. Xohlasa mexanika, xohlasa avtomatlaridan, xohlasa katta bolalarni katta qilgan qop-qoralardan ham bor. Yana nima bonus qilib beramiz? Mana shu mashina oladigan bo'lsa 5 ta manfaatli sovg'a qilib beraman. Sovg'alarni kelganda ko'rishadi. 5 ta. Konkretni mana shu mashina uchun kerak bo'lgan sovg'alarni beraman.